Pasla. Gol! Ha? Kechirasida gol bo'lganini men koptok deb siz ketingizga tep borib kechirasiz. Kaptok tepki keladigan bo'lsa, bosh stadionga chiqdi. Esi yo'q. Nima qilay dadam, futbolga qiziqaman. Mana futbolchi bo'lmoqchiman. Mana Abduqodirga qarang, katta stadionda o'ynayapti. Mana shuni o'ynamoqchiman. Futbolist bo'lmoqsan? Abduqodir bo'lmoqchimisan? Mana yo'qotish kerak mana uni. Abduqodir bo'lish uchun mehnat qilish kerak. Oladi. Olmaydi. Hech kim olmaydi seni. Oladi. Seni balishchilikka oladi. Dada, ana ikkita ho'kiz sotib pulni olib borsangiz gaplashsa olar ekan. Ko'pchilik shunaqa qilgan. Bekorlarni ishlasansan. Meni otam Davud edi, gaplashib futbolga qo'yish. Hozir yangi O'zbekiston unaqa gap yo'q. Badaningda bo'lsa chiqadi. Badanda bo'lsa, keyin cho'qqa chiqasan. Esi yo'q. Futbolchi bo'lmoqchimisan? Bo'lmoqchimisan? Bor kiyimdan keyin oldimga tush. Hozir bir joyga olib beraman seni. Bu tez. Tez. Bo'sh oldimga deyapman. Bu. Rahmat Shavkatjon sizga. Dada, nima bo'ldi? Gaplashdingizmi? Gaplashdim o'g'lim. Kechga qolibmizmi? Barvaqt kelibmizmi? Yo, juda ham kechga qolibmiz. Seni yoshingdagilar futbolga balishcha qilish kerak ekan. Voy bola, bu yerga 5-sinf tugatib 6-sinfga o'tish bilan qabul qilar ekan futbol akademiyasiga. Ancha kechikibsan. Sharoitlarga gap yo'q ekan. Yo'q. Tur mahal ovqat. Tur mahal. Tekin. O'qish tekin. Maktab ta'limi ham bor ishida. Tekin. Trenerlar zo'r. Bu yerda o'qib, bu yerda mazza qilib, shunday stadionlarda futbol o'rganib chiqqan bola dunyo klublarining hammasi to'p surishga men 5 qo'ydim. Qanaqasiga? Xudo xolasa shunday bo'ladi. Qanaqasiga? Ya trenerlar kuchli, o'qituvchilar kuchli, stadionlar qanday? Sharoitlar zo'r. Yotoqxonasi ham bor ekan, yotoqxona bor. Yotoqxonasi bor. Hamma sharoit zo'r deyapman-ku. Azizlar, bolangiz mana shu yerga bering shu maktabga. Shunaqangi zo'r futbolist bo'lib chiqadi. Agar savollaringiz bo'lsa, mana Shavkatjon. Shavkatjon Telegram raqamida telefon nomerlari bor. Nima savol bo'lsa, ana Shavkatjonga murojaat qiling. Demak, bu kelaversa 15 ta ota-onalar ko'rdim, bolalarni olib kelgan. Menga savol beryapti, sen ham shu yoqqa keldingmi, nima qilsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi deyapti. Demak, Shavkat aka murojaat qilish kerak ekan. Shunday. Hozir borib aytaman. Ayt, nima sharoit, qanaqa savol bo'lsa Shavkatjon o'zi hal qiladi. Shavkatjon, sog' bo'ling. Rahmat. Nasib bo'lsa kelamiz. Nevaralar olib kelamiz. Men qara bola. Endi Mo'mindikka boramiz. Nima qilamiz Mo'min akaga? Nima qilamiz? Mo'minning qizlari yaxshi. O'g'il tug'adi uni qizlari, egiz tug'adi. Sen shu Mo'minning qiziga uylanasan. Xudo xolasa bo'ladi. Bo'lmaydi Mo'minning qizlari. Sen bo'lmaysan. Bo'ladi, oldimga tosh. Tosh oldimga.